بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işleyen dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Haberler barnamasida hoş geldinizler. Bugün yakshanba 14-yil ut oyining 17-si bu yer Mazar Sharif shahri Balx Milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzlar o'lim va Mazar Sharif shahrini xalqi Pokiston o'lkaning oxirlanchi havoyi hamlasidan Afg'onistonning to'rpog'ida mahkum etgan. Ishtirok etganlar Mazar Sharif shahrini Sultoniya masjidiga yig'ilib e'tiroz etib himoyatlarini Islomiy amirligidan e'lon etgan. Bir kishi o'limlardan Said Haydar Hoshimiy aytishicha, musulmonlar boyad hushyor bo'lib, hech o'lkada ijoza bermasa to Afg'onistonning to'rpog'ida tajovuz etsa deb, o'lkamizni istiqlolining hifzi barcha xalqning mas'uliyati degan. در تاریخ افغانستان تجاوز نیست. ما باید بدانیم و همه ما به این نکته توجه داریم. با حرکت ملی از استقلال کشور همیشه دفاع کردیم. در هر مرحله در مقابل روس‌ها، آمریکایی‌ها، شوروی‌ها و باز هم برای دفاع از سرزمینمان آماده هستیم. Hamchinon Said Ali Bayoni diniy o'limlardan Pokistonning hamlalarini mahkum etib aytganki, minglar musulmon islomiy o'lkalarda shahid bo'lgan deb milliy vahdatda ta'kid etib, barcha musulmonlardan xohlagan to ijoza bermasinlar, hamsoya o'lkalar o'lkamizni to'rpog'ida tajovuz etsa degan. پاکستان تجاوز کرده برای سربازان امارت اسلامی از نگاه این آیه قرآن لازم است که جواب بگه و جهاد کنه، از خاک خود، از میهن خود، از مردم خود دفاع کنه. Shu holda Muhammad Naim va Said Qosim ushbu e'tirozda ishtirok etganlar aytadilar. Pokistonning hamlalarini baynalmilaliy usulda xilof deb izofa etganki, Afg'onistonning xalqi har sharoitida islomiy amirlikni qabtolida to'xtagan deb, o'lkaning amniyati va difoiy nirolaridan himoyat etadilar degan. تجاوز مردم پاکستان علیه خاک مقدس ما که خاک حیثیت مادر داره به شدت محکوم میکنیم و در حقیقت یک خیال است که اونا تجاوز کردن که بخواین که افغانستان تسخیر کنن، یک خیال بسیار ناباور کردنی هست. مردم افغانستان چه اهل تشیع چه اهل تسنن با هم در این استاده هستند. اعلان میکنیم که هر کشوری که در افغانستان تجاوز بکنه محکوم به شکست است. بنابراین پاکستان در این روزها برای ملت ما تجاوز کرده، تجاوز آشکار است که نقض قانون و اصلاح بین‌المللی است. ماده 51 قانون بین‌الملل اینا نقض کرده. ما از همه جامعه جهانی خواهانی هستیم که در این مورد رسیدگی بکنند. Aytilishicha, o'lkaning har joyida barcha viloyatning xalqi Pokistonni hamlasi uchun e'tirozda qo'l urib, himoyatlarini Islomiy amirlikdan e'lon etgan. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining trafikasini loysans mudiriyati e'lon etganki, ronandalarni javozini bergan ravanda munazzam shaklida edomasi bor deb, ushbu idora har kun 100 dan ko'proq loysans sodir etadi degan. Ushbu idoraning mas'ulini aytishicha, taloshlar trafiki xizmatda osonlik kelganida jarayoni bor deb, murojaat etganlar qonuniy marohilni tamom etganidan nari ronandalik javozlarini oladi degan. Balx viloyatining trafiki mudiriyati loysans baxsh menejeri Mullo Rahimullo Umar aytishicha, o'tgan bir oyning jarayonida 1300 javoz tavsiya etgan. Ularning aytishicha, ushbu loysanslarni sodir etganidan yaqin bar 1 million afg'oni avoid yig'ib, islomiy amirlikning xazonasida voriz etgan. چې د بیلګې په توګه موږ روزانه تقریبا څه کم یا څه باندې 100 فرمو پورې صحي فرمونه او هم دارنګه د چلونې قانوني جوازونه توزیع کوو. نو چې تیر میاشت کې مو تقریبا 1440 پورې قانوني جوازونه توزیع کړي چې تقریبا 9,55,000 افغانۍ د بیت المال ته مالیه جمع شوې. Hamchinon Umar janoblari izofa etganki, loysansni sudur ravandi tayin bo'lgan tarzalamal asosida anjom bo'ladi deb, ushbu ravand hadafini trafik umurni yaxshi tanzim bo'lganida va ronandalik sistemida nazm ijod bo'lishi unvon etgan. نو موږ هیوادوال لپاره هغه متقاضین چې غواړي قانوني جواز ترلاسه کړي
نو 2 ټایمه د آموزشي کورسونه ورته ایجاد کړي دي چې تقریبا روزانه په حدود د 100 کسانو یا 80 کسانو څه کم څه باندې موږ متقاضیان لرو چې 15 ورځني قانوني درس وروسته هغوی بعد له عملي ازموینې نه هغوی ته قانوني جوازونه توضیح کړو. Aytilishicha, Balx viloyatining trafiki mudiriyati talosh etadi ta xadamot yaxshi bo'lsa va ronandali javozini suduri tez bo'lsa ta xalqda suhulat ko'p bo'lsa. Va bu ham bir xabari varzishi. O'g'loq musobaqasi 70 chopandozni ishtiroki bilan Mazar Sharif shahrida O'g'loq federatsiyasining nazorat tagida va Balx viloyatining tarbiyat badani riyosatining hamkorligida Hoji Muqimboy varzishi maydonida barguzor bo'lgan edi, muvaffaqiyat bilan tamom bo'lgan. O'g'loq musobaqasi 70 chopandozni ishtiroki bilan Mazar Sharif shahrida barguzor bo'lgan edi, muvaffaqiyat bilan tamom bo'lgan. Ushbu musobaqa oxirida maydonning hakamini e'lon etgan asosida Hoji Zakariya Pahlavon birlanchi oxir o'g'loqni halol doirasida eltib, birlanchi muqomni qo'lga olgan. Ikkinchi oxir o'g'loqni Rasul Pahlavon halol doirasida yetishtirgan. Ushbu musobaqani yo'ltaylagan mas'ullar ushbu musobaqani yo'ltaylash hadafini an'anaviy varzishni rushdi va tavsiyasi unvon etgan. Ushbu musobaqa oxirida barguzor etgan mas'ullar tomonidan yutganlardan naqdi javoz tavsiya bo'lgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. Birdam و bardam bo'lib istiqom Afg'oniston, fath zufar inqilob, salom Afg'oniston, fath zufar inqilob, salom Afg'oniston.